Assalomu alaykum, bizni kuzatib borishda mana tovarlarimiz tushish jarayonida. Hozir bulardan yangi modeli kelgan, yangi model siklonli. Hozir ularni sizlarga ko'rsatib, bitta obzor qilib beramiz. Mana siklonli apparatimiz. Bu uzunligi 1.70, mana bunisi qo'shganda 1.80 ga chiqadi. Buni общий sploshnoy ochilgichi, molotkovoylari 36 ta molotkovoyi, 6 tadan kuydirilgan segmentli pichog'i bo'ladi. 3 xil skorisi, o'rta qalosda katta kichik. Lentasi ham 80-90 sm lentasi bo'ladi. Endi buni xarakteristikasi, buni modeli VSM 205 model bo'ladi. Оборот 2008, remenni hisobiga 3,5 оборотgacha chiqadi bu. Endi don mahsulotlarga 180 kilodan 2,5 tonnagacha, setkasiga almashtirishga qarab 180 dan 2,5 tonnagacha mahsulotingizni bemalol chiqarib beradi. Siklonli buni og'irligi 95 kilo. 95 kilo. Buni setkalari 4 xil setkasi bor. Hamma bilgan o'sha yorma yem, kepak, shakar qilib beradi. Bu yorma mahsulotlariga sulusni mayda qilib bergich, keyin yirik sulus qilib bergich, sota makkalarni yirik qilib bergich. Motori ham 5,5 kilovatli misli motor bo'ladi. Oyoqlari tormozli, siklonli. Don mahsulotlar avvalgi eski modellarida donini ustidan tashalardi. Hozir bunga yangi model qilib olib chiqib, donini yonboshidan 25 kilo buncheriga don ketadi. 25 kilodan siklon bilan sizga xohlagan razmeringizni tushirib beradi. Hozir